Aka e'tibor bersalar, mana shu eng muhim narsasi bu fibra tola, shisha tola. Loy lombozda somoni bo'lsa, bu pena betonni somoni shu bo'ladi aka. Umuman yormaydi, boshqa qilmaydi. Yorilmasligiga mana shu kafolat beradi aka. Shu suv bilan to'k bo'lsa bo'ldi aka, uyda egasida. Uyda egasidan. Ha, qo'y hammasi o'zimizda. Issiq sovuqqa qanaqa bu? Bu issiq sovuq o'tkazmasligiga 100% garantiya beramiz. Ilik tuproqdan 3-4 baravar yengil bo'ladi aka. 180 kvadrat joyga 4 tondan 200 yuk chiqdi aka. Tuproq qilsa, tuproq qiladigan bo'lsa shu narsani aka. Kam 15 tonna bo'ladi aka. 10 sm qiladigan bo'lsa xuddi bizga o'xshab. Bu degani endi sal 10 tonnadan oshiqroq yuk yengillashdi degani, tomga shunaqa. 10 tonna yengillashdi aka. Gap yo'q. Assalomu alaykum obunachilar. Videoni o'tkazib yubormay turing. Siz uchun manfaatli, juda ham cho'ntagingizga daromadingiz ozginagina sarf xarajat qilasiz, lekin katta ishingiz bittadan narsa ko'rsatib qo'yaman. Siz bir dona like bosib qo'ying. Qiynalib 10 kishini chaqir, somon aralashtirib, loy qil, suv quy, osh qilib ber, mahallaga oshna og'ayniga suv olib kelib ber, muzda suv qilib o'tirmaysizda. 2 kishi, 3 kishi ishingizni bitirib ketadi. Vaza tirs. Bir dona like bosib, tezda videolarimizni podeliza qilib ko'rasizlar. Haqiqiy bozor shamolini ashaddiy obunachilar uchun maxsus video bo'ladi. Hurmatli obunachilar, har qanday kvadrat joyingiz borki, masalangizni hal qilamiz. Andijon viloyati Marhamatda akalar, Quva bilan Marhamat chiqishda o'rtasida, sentrida bir xonadondamiz. Pena beton. Xo'p, o'zimizni yazonli akalarimiz xizmat qilyapti. Akalar, ukalar, ozginagina bir chiroyli, manfaatli video qilib berayotgan degan umiddamiz. Videoda uzoqlashmay nahnovosini to'la to'kis, chiroyli qilib Davlatbek tushuntirib beradi. Hormang Davlatbek. Assalomu alaykum aka, keling. Yaxshimisiz? Sog'lik, yaxshimi aka? Charchamasizmi? Xudoga shukr, zo'r rahmat. Tinchmisiz? Ha, Xudoga shukr aka. Qalay bo'lyapsizlar? Zo'r aka, Xudoga shukr. Olyapsizlarmi, charchamasdan issiqlarda? Ha, olyapmiz aka. Xo'p, Davlatbek, biz obunachilarga qisqa yo'lda chiroyli qilib kvadrati, qanaqa ishlashingiz, nima qo'shishingiz, hamma yo'g'ini net santimetr qo'yishingizgacha qisqa tushuntirib o'ting. Aka, o'zi bizda hamma narsamiz o'zimizning hisobimizdan bo'ladi. Bunda izaspa materialimiz, sement, qum, hamma narsa o'zimizdan. Bu yerda ishimiz bizga asosan tayyor bo'lishi zardevoli bilan pasta chorniy vasa qoqilgan bo'lsa bo'ldi. O'zimiz qilib beramiz. Sementi, qumi, penasi. Endi buni qalinligi 10 sm qilib hozir 45 mingdan qilib berdik aka. Xo'p, qalinligi men bitta narsa ko'rib qoldim-da aka. Mana bu narsa juda ko'p odamlar salafan soladimikan? Bu halil aka, izaspanimiz havo o'tkazadi, to'rsin, vassa narsalar chiritmasligi uchun yozadigan materialimiz bo'ladi. 100% havo o'tkazadi. Undan demak hozir tomonlama havo o'tkazib beradi aka. Quygan narsangizni namligi tezda tortib, qurilib ketiradi. Tez quriydi. Mana xudo kech payt quygan joyimizda mana bugun yursa bo'ladigan bo'ldi aka. Odam yuradigan darajada. Necha kvadratga borasizlar eng ozi? Eng ozi 50 dan tepasiga yuraveramiz aka. Yuraveradi. Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab 50 dan tepasi, u yoqda vohada ham yuraveramiz aka. 50 dan tepasi kelishilgan holatda yuriladi aka. Davlatbek, hozir necha santimetr? Bu 8-10 bo'ldi aka. 8-10 santimetr tomga, hurmatli obunachilar, eng chuqur joyi 15 bo'ldi. Tom har xil bo'ladi, bilsangiz, vasasi tekis bo'lmaydi. O'shani hisobiga baland joyi 8, chuqur joyi 15 gacha bo'ldi aka. Davlatbek, mana loy bos, xarajat qil, u qil, bu qil, mayda shuylardan ancha mehnat yengilab buni. Ha, bu shu suv bilan to'k bo'lsa bo'ldi aka, uyda egasidan. Uyda egasidan. Ha, qo'y hammasi o'zimizda. Davlatbek, issiq sovuqqa qanaqa bu? Bu issiq sovuq o'tkazmasligiga 100% garantiya beramiz. Ilik keyin qalinligi loy lombozdan loy lomboz 3-5 gacha bo'ladi, bu 10 gacha bo'lyapti aka qalinligi. Gap yo'q. Hurmatli chorvador akalarimiz, molxonalarga ham zo'r aytar ekanda demak, ha, molxonalarning ustiga ham zo'r bo'ladi. Ha, cho'tka qilib qo'yib beramiz aka. Mollaringizga dam o'tmaydi. Xo'p, bu tomda necha kvadrat bitta? 183 kvadrat chiqdi. 183 kvadratga quyilgan joyi. Xo'p, biz endi pastga xonalarga tushamiz. Xonalarga ham quyilyapti, qanaqa holatda quyilayotganini ko'ramiz sizlar bilan birga. Hurmatli akalar, tayyorlanish jarayoni. Aka, e'tibor bersalar, mana shu eng muhim narsasi bu fibra tola, shisha tola. Loy lombozda somoni bo'lsa, bu pena betonni somoni shu bo'ladi aka. Umuman yormaydi, boshqa qilmaydi. Yorilmasligiga mana shu kafolat beradi aka. Xudo xolasa. Gap yo'q. Mana oq nimadan tayyorlanadi, mana tashay ekan? Bu pena bo'ladi. Mana shu asosiy pena mana shu loyda ishirib beradi mana aka.
Gap yo'q. Bitta misol uchun nechta kvadratga qancha ishlatasiz? Bundanmi? Ha. Yarim kilo ishlataman, ichida milliontaga yaqin bo'ladi aka, mana mayda bo'ladi. Milliontadan ham ko'p bo'lsa kerak. Baquvvatlashtirib beradi endi. Ali sin chiqib beradi, yorilmasligi uchun armaturasi bo'ladi aka bu. Gap yo'q. Gap yo'q. Mana tayyorlanib qoladi. Xo'p, Davron bizga Davlatbek nechta kvadratga hozir qancha sement, qancha qum ishlaydi bir xonaga misol uchun? Xo'p, kvadrati bitta zapravkamiz 1 kuba bo'ladi. Xo'p, 10 sm bo'ladigan bo'lsa 10 kvadrat ketadi. 10 kvadrat. 1 kuba hisoblasa 10 kvadrat ketadi. Sement tomga 300 kilo, tomga 200 kilo, stejga 300 kilo bo'ladi aka. 300 kilo. Pastga ko'proq. Stejga ko'proq qo'shiladi. Gap yo'q. Hurmatli akalar, ko'ringlar, tayyor. Ish sizdan ishlasa ketmaydi. Hech bola yo'q-a, uy haqidan ishlasa ketmaydi. Faqat xizmatini suv bilan to'yib bo'lsa bo'ldi aka, qolgan hamma narsasi o'zimizdan. Gap yo'q. Icharlar bitta ko'rsataylik, ungacha bu tayyor bo'ladi, quyilish jarayonini ham ko'rsiz. Bo'ldi aka, xo'p. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana xudo xolasa xonaga quyilgan boshqa holat. qolaylik aka. Mana shu yerda. Hurmatli akalar, quyilgan holatni mana. Mana shu holatda quyilar ekan. Tekis qilib berilar ekan. Mana bir xona, ikki xonasiga. Davlatbek, buni tayyorgali tomga tashlagan qog'ozimizda bormi bunda ham? Yo'q, bunda bo'lmaydi. Shunday zasipga bo'lgan bo'lsa, shunday ustiga quyib ketilaveradi aka. Bu qatigandan keyin necha kilo yukka misol turib bardosh beradi? Bemalol ko'taradi aka, hamma narsani lesani ustiga qo'yib chiqsangiz ham bo'laveradi aka. Bo'laveradi. Bunda tarkibida ko'proq beton bor ekanda, sement ishlatilar ekan. O'shuning uchun qattiq bo'lib tosh olib ketar ekan. Endi aytmoqchi qattiq bo'ladi, ikki yerdan bilsangiz zak kelmaydi umuman bu. Ha, aytmoqchi bo'lganim, kimdir xonasiga spanniy qo'yadi, misol gardirob, to'g'rimi? Shunday narsalarni ham bemalol ko'tarib, ko'taradi aka, bemalol. Gap yo'q. Hurmatli akalar, quyilgan holatlari tekis qilib chiroyli qilib qo'yib berar ekan. Bu xonasi ham. Hurmatli akalar, bir narsaga e'tibor berdim. Qarang, vassa qoqilsa bo'ldi ekan. O'zini aytgan materialni tagiga suv o'tkazib, aka bemalol namligini ko'tarib beradigan narsa dedi-yu, TVda ko'rsatdim. Xuddi o'shani solar ekan, bosib ketilaverar ekan, qarang. Misol qamishdan ham cho'ntagingizga foyda. Qamish ham hozir hazilagam ketmaydi, akalar, hisoblaying. Qarang. Shu vassani qoqargansiz, bo'ldi, chaqirasiz, ustiga tasta so'zlar solib quyib ketishar ekan. Mana akalar. Mana obunachilar, quyish jarayoni xuddi mana shu holatda bo'lar ekan. Qarang. Oddiy zasipga bo'ladi, tayyor bo'lsa, zasipga shunday ustiga olib kelib, hozirbatga Davlatbek, mana shu xona, hozir mana shu xonamizga necha santimetr quyiladi? 10 santimetr quyapmiz aka. 10 santimetr. Ha, betonni ko'rsangiz uruin ekan. Betonga uruin qilib, betonni uruin qilib quygan ekan, polni betonga uruin qilib quyib beryapmiz. Polni 10 santimetr bo'ldi aka. 10 santimetrga to'g'rilab oldik mana. Qarang. Batta 10 santimetrdan ko'p joyi ham bor ekan, u balandroq joylar. 12, 13 bo'lib kelsa, u bizdan anaqamizda bo'laveradi aka. Sizdan narx bo'laveradimi? Ha, u o'zgartirmaydi aka. O'zgarmaydi. Orada 12, 13, 15 bo'lib kelsa. Qarang, hozir batga hazilagam quyilmasa ham u betonni qarang. Akalar, hozir bunchalik qilib siz misol zasipga qilib qilmoqchi bo'lsangiz, bunchalik baquvvat bo'lmaydi. Bu ana sichqon kalamushlar nima bo'ladi unaqalariga? Qanaqa holat? Sichqon kalamush, hasharotlar hech qaysi biri kelmaydi aka. Chunki bu fibra bor, fibrani sichqonlar anaqa qilolmaydi. Teshib kelolmaydi, qurt qumursqa ham bo'lmaydi aka. Xuddi gazabloy bo'ladi aka bu. Tushunarli. Mana, obunachilar, yengillikni qarang, rivojlanib ketganini, biz o'zbek xalqni yangiliklardan to'xtamaydi. Ha, Davlatbek? Ha, aka. Gap yo'q. Bir pasda quyib berar ekanda, apparat ishlab tursa. Shu aka, tez. Hozir bitta apparatingiz to'la bo'lsa, mashxonaga yetadimi? Yetadi aka. Yetadi, bemalol. Gap yo'q, akalar. Davlatbek, ana tomga turpoqni naqasincha tushuntirib o'tgating, og'ir yengilligini. Tuproqdan 3-4 barobar yengil bo'ladi aka. 180 kvadrat joyga 4 tonna 200 yuk chiqdi aka. Hozir sizlar 4 tonna-yu 200 yuk yukladinglar, ha? 4 tonna 200, tomga polni hamma narsa 4 tonna 200 bo'ldi. Hozir agar turpoq qilsa, tuproq qiladigan bo'lsa, shu narsani aka, kam 15 tonna bo'ladi aka, 10 santimetr qiladigan bo'lsa, xuddi bizga o'xshab. Bu degani endi sal 10 tonnadan oshiqroq yuk yengillashdi degani tomga shunaqa. 10 tonna yengillashdi aka. Gap yo'q. Tom ham ancha yengil bo'ladi, lekin effekti ham loydan ancha
effektli bo'ladi, yorilmaydi xudo Xudo xolasa. xolasa. Gap yo'q. Ekranda ko'rib turgan nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa vodiy bo'ylab voha butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatiladi. Vodiyga 50 ming so'mdan vohalarga kelishilgan holatda ozmoz yo'l haqqi, baqa mayda chuydasi bor ekan, Kelishilgan holatda ko'ramiz. Berasizlar, ha? Bo'ldi. Gap yo'q. Hammaga kattakon rahmat. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa bir dona like bosib qo'yasiz, ko'pchilikka tarqalishiga sababchi bo'lasiz. Hammaga rahmat, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar.